Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Uzops brendidan Nitro 936. Zo'r mahsulot. Realdan zo'r, o'zini zo'r ko'rsatgan. Ancha podpishchilarimiz yozishdi. Hammaga rahmat. Kommentariyalarni kirib o'qisanglar bo'ladi Facebookda, Instagramda. Faqat men xursand bo'laman, so'yinaman shunaqa yaxshi narsalarni eshitib, shunaqa ko'p odamlar yozishyapti. Lekin bundan oldin nechta presadka bo'lsa, hammasini ishlatib ko'rdim. Hech qaysisidan effekt olmadim. Realni zo'r deb har xil anaqada sportivniy moshina haydaydiganlardan tezlik bo'yicha, uzoq reysga qatnaydiganlardan ekonom bo'yicha, motor injektorlarida detonatsiya bo'lib qaltirab yomon yurayotganlarda ularda o'sha muammolar hal bo'lganligi bo'yicha juda xursand bo'ldik. Endi men hozir darabotka masalasi bo'yicha indamay kelyapman, chunki savollar ko'payib ketgandan keyin anchadan beri bu narsa to'g'risida gapirmay qo'ydim. Gapirmasdan turib qilaman. Komponent 8 ta edi, 9 ta bo'lgan hozir. Sezayotgan bo'lsanglar, effekti yana ham yaxshilashib boryapti. Постоянно men уже 8 ta to'xtataman deb o'ylagandim. Yo'q, effektimiz zo'r bo'lib boryapti borgan sari. Hech qachon ishlashda to'xtamayman. Mana bunaqa qilib obrazetslar olib chiqib qo'yaman. Mana bu qizil narsani ko'ryapsizlar. Meni Facebookda ko'rgan bo'lsanglar, men videoni udalить qilib tashladim. Tezligiga shtraf keldi, to'lab yubordim. Bir kun ichida keldi, qoyil qoldim. Kechaga chiqib tushdim, bugun keldi, to'lab yubordim 187 ming. Xo'p, mana bu narsa hammasi bir xil benzin 80. Mana bu narsa o'sha tayyorlagan benzinim qizil. Mana shu narsani bir 20-30 litrga qo'shiladi. Shunaqa bu ham hozir testdan o'tyapti. Xudo xolasa, mana bunda ko'rdinglar, 95 ni ustiga deylik, mana полный bak 40 litr benzin, 5 litr 80 qo'shsam bo'ldi, shu mashina уже tamom sharaqa shurug' bo'lib ketadi. 95 ustiga 5 litr qo'shgan. Kecha bunga 25 litr 80 qo'shib yubordim. Mana shu o'zim tayyorlagan benzindan 3 litrni qo'shib. Shunaqa gap. Endi bu hozir ko'ramiz, hali bu narsani sotuvga chiqarib boshqa narsa qilib bo'lmaydi. Chunki obdon testdan o'tkazmagunimcha, motorlarning sostoyaniyasini ko'rmagunimcha, porshinlarni ko'rmagunimcha, obdon men qachon uverin bo'laman. Zo'r, mana shu ko'rib, zarar ziyon yetmaydigan bo'lib, o'sha benzin asosli hamma liniya narsalarni ko'rib, obdon men shu bo'ldi, uverinman. 4 ta mashinamiz bor. Hamma mashinada sinab ko'rgandan keyingina zo'r o'tsa chiqaramiz. Shunaqa, o'shanga qachon chiqadi degan savolga bizani kuzatib borsanglar, o'sha agar chiqsa aytamiz, chiqmasa indamay yo'lda qoldirib o'tib ketamiz. Salomat bo'lasizlar. Hammaga rahmat. Bildirgan ishonchingiz uchun kuninglar xayrli o'tsin. Mashinanglar buzilmasin, o'zingizlar kasal bo'lmanglar. Hamisha yaxshi ham va yomon ham benzinga zo'r yechim. Salomat bo'lasizlar.